Mayli, xo'p. O'zim telefon qilaman. Xo'p. Labey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Uzr, bezovta qilib qo'ydim. Ha, yo'q. Men mana mahallada turaman. Qanaqa tushuntirsam ekan? Men gadoy emasman, aka. Prosta ishsizman. Endi erkakchilikda bo'lib turar ekanda. Bugun iftorlikka uyda to'g'risini aytsam hech narsa yo'q ekan. Keyin bolalarimga ham taklif olishim kerak edi. O'shanga bir kunligimga Murusga yordam qilib tura olasizmi deb aytdim. Iloji bormi? Bir gap aytaman, xafa bo'lmaysizmi? To'rmunchalik sog' ekan. Baquvvatgina yigit ekansiz. Odam bu gavda bilan qancha ish qilsa bo'ladi? Ishlasangiz bo'lmaydimi? Yo'q, ishlayman. Faqat hozircha ochiq havoga direktorman-da. Sog'lom odam hech bo'lmaganda mardikor bozorga borib bir kun ishlasa, o'sha iftorlik bilan taglikni puli chiqadi. Bratan, men sizdan maslahat so'ragani kelmadim. Yordam so'rab keldim. Bersiz bering, bo'lmasam yo'q. Keturaman. Odam ozgina harakat qilsa bo'ldi. Shuni o'zi yetarli. Lekin shunga ham dangasalik qiladiganlar bor. Bratan, menga qarang. Malibuda o'tirib motivatsiya berish zo'r bo'lsa kerak. Ha? O'zi sizga o'xshagan shunaqa ziqna boylar ham ko'payib ketdi. Sog' bo'ling. Hey. Rostdan taklif kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Aka, men bu ishni bolalarim uchun qilaman. Bratan? Menimcha ham kerak. Qochib turingchi.